hörmetli qarindoshlar, Sharq Turkiston Surgundi hukumati televiziyasining xabarlar programmasida ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Sharq Turkiston Surgundi hukumati musulmon olimining Barat kechisini muborakladi. Musulmonlarni bu ulug' kunda Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarni asga olishga, Xitoyning Sharq Turkistonda olib berayotgan irqiy qirg'inchiligi, ishg'oliyati, mustamlikasining tezroq oxirlashishi uchun duo qilishga chaqiriq qildi. Baş ministerimiz Salih Xudoyer Efendi 17 mart günü CBN televiziyasının ziyaretini qabul qilganda, G'arb şirketlerining Rossiyaning Ukrainaga bo'lgan tajovuzchiligini va Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turk xalqlariga yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligiga nisbatan tutgan muomalasida qo'sh o'lcham qo'llanganligini, Amerikada yashayotgan Uyg'urlarning panohlik va yeshil kart masalasi, Baydenning hukumat birlashma bayonotida Uyg'urlarning masalasini tilga olmaganligi qatorliq masalalar ustida to'xtalib mundaq dedi: Biz Rossiyaning Ukrainaga tajovuz qilishiga qarshi turamiz. Ukraina xalqini qo'llaymiz. Shuni qayg'u bilan aytmanki, Amerikadagi ba'zi shirkatlar Rossiyaning Ukrainaga tajovuz qilishi va Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligiga muomala qilishda qo'sh o'lcham qo'llandi. Nike, Apple qatorliq bir necha shirkatlar Uyg'ur majburiy emgigi orqali ishlab chiqarilgan mahsulotlardan tijorat qiladi. 2016 yildan boshlab Xitoy Sharq Turkistondagi millionlagan Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarni tutqun qilib, kasbiy tarbiyalash markazi yoki qayta tarbiyalash markazi deb atalgan jazo lagerlariga qamab, majburiy mengisini yuyib, qiynab, tajovuz qilib, homilasini majburiy tushirib, organlarini setish uchun sug'urib olishdek ig'ir zulm qilmoqda, hatto o'ldirmoqda. Amerika Qo'shma Shtatlari, Yevropadagi 10 o'xshamagan parlament buni irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qildi. Baxtga qarshi hozir jug'rafiyalik tahdid mavjud. Rossiya Yevropaga qarshi turdi. Xitoy Uyg'urlarga zulm qiladi. Mening tushunmaydiganim, Rossiya jazodan o'zini qochirdi. Xitoy ta'minlagan yordam bilan Ukrainani ishg'ol qiladi. Shuning uchun Amerika va G'arb davlatlari Ukraina masalasiga unumli ta'sir ko'rsatib, natija qozonishni umid qilsa, ikkisiga o'xshash jazo yurgizishi, o'xshash boykot qilishi va o'xshash diplomatik harakatlarni qo'llanishi lozim. Biz dunyodagi barliq Uyg'urlar Amerika hukumat birlashma bayonotida Baydenning Uyg'urlar duch kelayotgan krizisni tilga olishini umid qilatdik. Bakmo umidsizlandik. Erkin dunyoning rahbari bo'lish sifati bilan Baydenning aytganlari dunyo siyosatida muhim ta'sirga ega. Boshqa davlat hukumatlari Amerika Qo'shma Shtatlarining bayonotiga qarab bayonot e'lon qiladi. Amerikadagi minglagan Uyg'urlar yillardan beri nachar sharoitda yashamoqda. Nurg'ulg'an sabablar tufaylidan ularning panohlik delosi ishlanmagan, panohlik ishlari hal bo'lmagan ahvol mavjud. Hukumatni Uyg'urlarning panohlik davosini tezdan hal qilishga, O'rta Osiyo, Turkiyaga o'xshash Xitoyga qaytarilish xavfi bor davlatlarda yashayotgan Uyg'urlarni yerlashtirishga chaqiriq qilamiz. Afg'on va Ukraina musofirlariga qilingan farqli muomaladan ko'nglim yerim bo'lmaydi. Faqat Sharq Turkiston va Uyg'urlarning qiyinchiligiga yetarli darajada ko'ngil bo'lmadi deb qarayman. Oxirida vatandoshlarning ijtimoiy axborot vositalaridan bizga ergishib, amaliy qiyinchiliklarımızdan xabardor bo'lishini, hukumat amaldorlarini ahamiyatli harakat qo'llanishga chaqiriq qilishni umid qilaman dedi. Amerika xabarlarining 17 martdagi xabarida Amerika prezidenti Jo Bayden Amerikaning eng muhim harbiy va iqtisodiy raqibi bo'lgan Xitoyning yuksalishini texmi yaxshi aks ettirish uchun Amerikaning tashqi siyosatida uzun zamonlardan beri yo'lga qo'yishni planlagan Osiyoga qaytish siyosatini amaliylashtirish uchun yo'lga chiqadi. Rossiyaning Ukraina ishg'oli, Xitoyning Putinning tajovuzchiligini qo'llash yoki muvofiq inkos qaytarishdagi qararsizligi Baydenning qarorini mujmallashtiribdi. Bayden bilan Xi Jinping juma kuni telefonda ko'rishmoqchi bo'ldi. Oqsaroyning aytishicha, bu qitimqi ko'rishda ikki davlat o'rtasidagi raqobat, Rossiyaning Ukrainaga tajovuz qilishi va ikki taraf ko'ngil bo'ladigan masalalar muzokara qilindi. Bayden hukumati yolg'iz iqtisodiy majburiyat va harbiy majburiyatni taqsimlashtirishga muhtoj bo'lib qolmay, Sharq va G'arbga ahamiyat berishga muhtoj. Oqsaroy davlat bexatarlik kengashi Hindi tinch okean ishlarining moslashtiruvchisi Kurt Campbell yaqinda o'tkazilgan Amerikaning ikki rayonga yuksak darajada markazlashishni asos tema qilgan yig'inda qilgan so'zida buning qiyinligi Amerika Qo'shma Shtatlari va bu avlod amerikaliklardan talab qilinadigan davrga kirganligini aytdi. Bayden Shimoliy Atlantik ahdiy tashkiloti va G'arbdagi ittifoqdoshlarining Rossiyani og'ir jazolash uchun mablag' soldi. Ukrainaga chorshanba kuni yangidan e'lon qilingan 800 million dollarni o'z ichiga olgan jami 2 milliard dollarlik harbiy yordam berib, kunsari kuchayotgan insonparvarlik krizisini hal qildi. Estoniya, Latviya, Litvaniya, Polsha va Rumuniyani o'z ichiga olgan Shimoliy Atlantik ahdiy tashkilotiga a'zo davlatlar Bayden hukumatiga Amerikaning bu rayondagi harbiy kuchini oshirib,
Yevropadagi eng og'ir insonparvarlik krizini hal qilish uchun texnik ko'p ishlarni qilishni xohlaydiganligini aniq o'ttirg'a qo'ydi. Yaqinqi bir necha hafta ichida 3 milliondan ortiq Ukrainalik musofir davlatidan qochib ketdi. Gerçi Ukrainadagi urush Baydenning muhim kun tartibiga aylangan bo'lsa-mu, Aqsaray amaldorlari o'zlarining Xitoyni unutib qolmaganligini ta'kidladi. Yaqinqi oylarda Bayden Avstraliyaga yadro suvosti paraxodining setildiganligini e'lon qildi. Hindi Tinch okean bexatarlik dialogining darajasini yuqori ko'tardi. Xitoyni Tayvanga qaratgan harbiy ig'vogarchilik, kishilik huquq dafsanchiligi, Hong Kongdagi demokratiyani qo'g'duvchilarni bostirishni to'xtatishga chaqirdi. Ismini oshkorlashni xohlamaydigan bir amaldor Tinch okeandagi ittifoqdoshlarning Beyjingning dunyoning Rossiyaga qanday javob qaytaradiganligini kuzatayotganligi, qo'shnilarga qanday tajovuz qilishni planlayotganligini tunib yetganligini va Xi Jinpingga bir uchur yetkazmoqchi bo'lganligini aytdi. Bayden prezident bo'lgan kundan boshlab o'zining Xitoy siyosatining maqsadining Chavshanning yadro qurollarini taraqqiy qildirishni to'sish va Tehronni Eronning Amerika bilan bo'lgan yadro kelishimiga qaytib kelishiga qoyil qilish orqali o'zaro manfaat yetkazish masalasida Beyjing bilan hamkorlashishning yo'llarini tepish, Xitoy, Rossiya va boshqa dunyodagi cho'ng davlatlar bilan tirkishishdan saqlanish ekanligini aytdi. Aqsarayning davlat bexatarlik maslahatchisi Jek Sullivan va Xitoyning yuqori darajalik tashqi siyosat maslahatchisi Yang Jiechi musha haftaning beshida ko'rishib, Rossiyaning tajovuzchiligi va boshqa masalalar ustida 7 soat suhbatlashdi. Chavshanning yaqinqi qit'alar aro boshqariladigan bomba siniqini muzokara qildi. Beyjingning Rossiyaning tajovuzchiligiga tutgan pozitsiyasi Washingtonni andishiga soldi. Aqsaray Xitoy Rossiyaga yordam qilsa qanday harakat qilinadiganligini oshkora o'ttirg'a qo'ymadi. 2022 yillik qishliq olimpik tantarbiyya musobaqasi Beyjingda o'tkazilayotganda Putin Xi Jinping bilan ko'rishib, Beyjingni ziyorat qildi. Rossiya Ukrainaga tajovuz qilganda Xitoy Moskvani tanqid qilishdan o'zini tortdi. Oldingi hafta Xitoy diplomatiya ministrligining bayonotchisi Zhao Lijian Rossiyaning Ukrainaga Amerika davlat mudofaa ministrligining mutlaq kontrolida bo'lgan 26 Amerika bio tajribaxonasi va munosabatlik asliyalarning borligiga aloqador asossiz gaplarni qayta yangladi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti bu xil ayblashlarga aloqador hech qanday uchurga erishmaganligini aytdi. Xitoy chetishishni o'zining taraqqiyoti, G'arbning orqada qilish uchun qo'llanishga tirishdi. Ammo Xitoyning iqtisodiy taraqqiyotining ostilishi, Rossiyani jazolash keltirib chiqargan qiyinchiliklarni o'z ichiga olgan nurg'ulg'an ichki masalalari bor deyildi. Bosh ministerimiz Salih Xudoyer apandi Twitter hisobidan inkas qaytirib, Amerika rahbarligining qulay aldanib qolmaslik uchun duo qilaman. Xuddi Rossiya va uning irqiy qirg'inchilikchi hokimiyatining yaqin kelajakda dunyoga hokim bo'lishga tirishishiga o'xshash, Xitoy xalqaroning tinchligiga tahdid olib keladi. Amerika va ittifoqdoshlari Xitoyning tatliq so'zlariga va saxta va'dalariga aldanib qolmasligi kerak. Xitoyga ishongil bo'lmaydi dedi. Bir qulning qulluqdan qutulishi oldi bilan uning sharoitidan emas, balki kallasidan boshlandi. U oldi bilan o'zini hur his qila olishi kerak. Buninglik bilan qolmay, boshqalarga o'zini hur deya olishi kerak. Buning uchun harakat qilishi va shu orqali o'zining hurlik g'oyasini namoyon qila olishi kerak. Bu uni sharoitini o'zgartirishga yetaklaydi. Uningga ko'ra, Uyg'urlarga navbatda tanlanayotgan qulluq qalbini kiymaslikning bir yo'li oldi bilan o'zimizning ro'yida hurligimizni boshqalarga emas, balki o'zimizga ham bildira olishimiz kerak. Hurlikka arziydigan, qulluqni mangu qabul qilmaydigan va buning uchun bedel to'layolmaydigan bir millatligimizni har vaqt o'ttirg'a chiqarishimiz kerak. Unda qilmasak, qo'rqinchligi Xitoyning bizni dunyoga qul qilib ko'rsatmoqchi bo'lgan obrazini o'zimizning ro'yidagi qulluq orqali texmo qo'llab bergan bo'lamiz. Shunga bizning erkinlik uchun hech nimadan ayonmaydigan ro'yimizning tiklanishi bizning qul millatlik obrazimizning keng doirada idrokiy muqimlashib qolishining oldini olishdagi muhim yo'ldir. Uyg'urlar cho'qim bu qirg'inchilikni ilib boruvchilarni xalqaro sudlarning yo'li orqali jazolashni qo'lga keltirishi kerak. Uyg'urlarning qirilganlari, yo'qolganlari va buzilganlari uchun universal adolatni talab qilish nuqul bir siyosiy burishlar emas, balki yana bir axloqiy, diniy va psixik burishdir. Bo'libmi psixik nuqtadan olganda qirg'inchilik uchun adolat talab qilish shu kollektivning yo'qotganlarining psixik zarbasini tugatishga foydalidir. Shuningdek, bu orqali shu kollektiv psixik tamponlikqa erishadi. Bu ham qatliam elib boruvchilarni o'zining qilmishining oqibatini qatliam elib berilayotganda va undan keyin jiddiy o'ylashga majburlay oladi. Va ba'zida ularning texmo ilgirlab qirg'inchilik elib berishining oldini olg'ili bo'ladi. Albatta, ko'p hollarda bunday adolat qatliam oxirlashib bo'lgandan keyin suriladi va mumkin bo'lsa bu qatliamga qatnashganlar sudlanib tegishli jazoga uchraydi. Masalan, Holokostga sobiq Yugoslaviyadagi qatliamga va
Kambodjadagi qatliamga mas'ul bo'lganlar keyincha xalqarалық, davlatlik va yerlik sotlarda sotlanib jazoga hukm qilindi. Gerçi bu vaqalarda adolat kechikib o'rnatilgan, keng ko'lamli qirg'inchilikning jinoyatchilari kechikib jazolangan bo'lsa-mu, bu yanla ushbu qatliamdan saq qolganlar va ularning avlodlari uchun muhimdir. Bu ularga adolatning ko'zidan hech qanday bir jinoyatning qechib qutulolmaydiganligini namoyon qiladi. Yaxshilikning hamon rezillik ustidan g'alaba qozonadiganligini qayta bildirdi. Texmi muhimi, bu orqali qatliamchilar insoniyatga qarshi jinoyat o'tkazuvchilar sifatida jazolandi va qatliamga uchirg'uvchilar ilgirki zo'ravonlikqa passiv uchirg'uvchilik o'rnidan zo'ravonlikqa arzdor bo'lishdek aktiv o'ringa chiqadi. Bu orqali o'zining qatliamda yo'qotilmoqchi bo'lgan odamiy qadr-qimmatiga kechikib bo'lsa-mu erishadi. Bu oxirida qatliamda o'lganlarning hayotining qadr-qimmatini qayta garchi simvollik shaklda bo'lsa-mu namoyon qilishga foydalidir. Buningda har bir hayotlikning mayli u o'ldirilgan, yutib ketgan, qiynaqlangan, asoratlantirilgan yoki saqlagan bo'lsin, muqaddasligi qayta muayyanlashtiriladi. Doktor Mamtimin Ali apandining Uyg'ur qatlami nomli kitobidan ilindi. Hurmatli ko'ruvchilar, xabarlarimizni ko'rganlar uchun ko'p rahmat. Kelar qitimli programmamiz ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.